O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 7-iyundagi haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 364-son qaroriga asosan haj tadbiri O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasi va Saudiya Arabistoni podshohligi haj va umra vazirligi o'rtasida har yili imzolanadigan shartnoma asosida O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan amalga oshiriladi hamda bunday faoliyat bilan boshqa tashkilotlarning shug'ullanishiga yo'l qo'yilmaydi. Ammo shunga qaramay fuqarolarning ishonchiga kirib, ularning soddaligidan foydalanib, juda ko'p miqdordagi pul mablag'larini qo'lga kiritish paydo bo'layotganlar ham afsuski oramizda uchrab turibdi. Andijon viloyatida huquq-tartibot organlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Baliqchi tumanida yashovchi shaxs 2 nafar fuqaroni haj safariga o'zi ishlab kelayotgan xususiy turistik firma orqali yuborishini va'da qilib, ushbu harakatlari evaziga ularning har biridan 7500 AQSh dollaridan jami 15000 AQSh dollari talab qilib, ushbu talab qilingan pullar hisobidan 1000 AQSh dollarini olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Agar siz yuqoridagi shaxsning yoki boshqa firibgarlarning noqonuniy harakatidan jabrlangan bo'lsangiz, zudlik bilan 102 qisqa raqamiga yoki yaqin oradagi ichki ishlar organlariga xabar bering. Haj va umra safariga chiqish har bir musulmonning orzusi. Ammo bu orzuni suiiste'mol qilayotgan firibgarlarga esa qonunchilikda jazo muqarrardir.